Bismillahirrohmanirrohim. 13-darsimizda ayn va g'ayn harflarini o'rganamiz do'stlar. Ayn va g'ayn harflari ham avvalgilari kabi ko'rinish jihatidan bir-biriga juda ham o'xshash, faqatgina nuqtasi bilangina farq qiladi. Bu ikki harfdan biri biz o'zbeklarni tilimizda, lug'atimizda bor bo'lgan harf, ikkinchisi esa yo'q bo'lgan harflardan. Albatta bilib turibsiz, biz o'zbeklar uchun eng qiyin talaffuz qilishimizda ancha qiynaladiganimiz harf bu ayn harfi. Halqumdan chiqadigan a harfi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. G'ayn harfi esa o'zimizni g' harfi bilan birma-bir o'xshash harflar. Bu ikkala harfni ham yozilishini, ham o'qilishini va ayni vaqtda nutqini keling birgalikda mashq qilamiz va bularni doskada birgalikda ko'ramiz. Ayn va g'ayn harflarini biz aytdikki, ko'rinishlari bir-biriga o'xshash bo'ladi. Birisida nuqtasi bo'ladi, ikkinchisida esa nuqtasi yo'q. Ayn bizda a deb o'qiydi ko'pchilik buni. Asli a emas, balki bu aynun. Xo'p, ustida bir nuqta bo'lsa, bu g' bo'ladi. G'aynun. So'z boshida kelishligi do'stlar mana bu ko'rinishda bo'ladi. So'z o'rtasidagi ko'rinishiga diqqat qiling. Bu ko'rinishda bo'ladi. So'z oxiridagi ko'rinishi esa do'stlar mana bu shaklda bo'ladi. Nuqtasi bo'lsa g', nuqtasi bo'lmasa a. Buni misollarini keling ko'ramiz. Aynu, ayn, yo va nun. Xuddi shu g'ay nuqtasi bo'lsa agar g'aynu. Ba'lu. Degani, ba'l degani arab tilida degani. Bag'lu. G'i bilan yozganimizda bag'lu bo'ladi. Bu endi nima degan ma'noni beradi? Hachir degan ma'noni beradi. Bag'l deb hachirga aytiladi. Ba'lun bag'lun esa hachir. Tushunarlimi? Endi oxirgisi oxiridagi ko'rinishiga misol yozamiz. Bal'u. Balg'u. Diqqatinglarni jamlashligini so'rayman. So'z boshidagi kelinishi ayn va g'aynni, so'z o'rtasidagi kelishi mana bu shaklda ayn va g'aynni, so'z oxiridagi kelishi ayn va g'aynni misollari bilan ko'rdik. Ayn harfini nutqini to'g'ri joydan, to'g'ri maxrajdan chiqarishlik uchun biroz mashaqqat chekishimiz kerak bo'ladi. Mashq qilmasak buni to'g'ri talaffuz qila olmaymiz do'stlar. To'g'ri talaffuz qila olmasak, kalimalarimizni, aytayotgan so'zlarimizni, o'qiyotgan oyatlarimizni ma'nolari buzilib ketishlik xavfi bor. Shuning uchun mutlaqo va mutlaqo Qur'oni Karimni, arab so'zlarini mutlaqo arab xalqini maxrajidan nutq qilishlikni o'rganishligimiz shart va lozim bo'ladi.